Alaykum, grafik dizayn kursi o'quvchilari. Bugun siz bilan 7-darsimiz, ya'ni 7-darsimizda sizlar bilan qanday qilib oddiy dizaynimizni mockup dizaynga, ya'ni mockup qilishni o'rganamiz. Buning uchun men avvaldan saqlab qo'ygan mockup dizaynimni ochaman. Mockup dizaynni saqlab olasiz, u o'zi tayyor holatda bo'ladi. Uni Photoshopda ochishingizning o'zi yetarli. Layers bo'limiga o'tsak, bu yerda ko'rsatilgan qismga biz o'zimizning yaratgan dizaynimizni qo'yamiz. Buning uchun ushbu ko'rinishdagi qismiga o'tamiz, ya'ni o'ng tarafda pastki qismida ustiga bosish uchun Smart obyekt holatida turgan rasmga bosib olamiz. Bu bizga tayyor dizaynni ochib beradi. Biz bunga o'zimiz qilgan dizaynni qo'yishimiz bilan bu tarafga o'tadi. Ya'ni biz bu yerga hozir yangi dizayn qo'yishimiz kerak. Bu yerda yangi dizayn ochamiz. Qanaqadir rasmni ochishimiz mumkin. Misol uchun My Project bo'limidan o'zim ishlagan rasmlarim orasidan qaysidir rasmni olaman. Burasini olaman, misol bu yerga o'tkazaman. Bu avvaldan tayyor qilib qo'yilgan dizayn. Ctrl S tugmasini bosishim orqali bu yerdagi dizayn o'zgardi. Siz bu yerda o'zingiz xohlagan dizayningizni qo'yishingiz va uni mockup holatda qanday ko'rinishini bilib olishingiz mumkin. Deyarli barcha mockuplar shunday ishlaydi. Dizayningizni kerakli joyga qo'yasiz va dizayningiz qanday ko'rinishda, dizayningiz ushbu mockupda qanday ko'rinishda bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.